O'zbekiston Respublikasida notariat tizimini tubdan isloh qilish ishlari doirasida yangi imkoniyatlar yaratildi. Endilikda bitimlarni notarial tasdiqlashda taraflar turli hududlarda joylashgan holda ham videokonferensiya aloqa rejimi orqali masofadan turib xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yurtimizda so'nggi yillarda huquqiy sohada keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan notariat tizimida ham zamonaviy talablar asosida yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu maqsadda bitimlarni notarial tasdiqlash jarayonini yanada soddalashtirish va aholi uchun qulaylashtirish imkoniyatlari yo'lga qo'yildi. Endilikda taraflar turli hududlarda bo'lgan holda ham videokonferensiya orqali masofadan turib notarial xizmat olish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2020-yil 10-yanvardagi notariuslar tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyrug'i asosida joriy etilgan. Yangi tartibga ko'ra fuqarolar va tadbirkorlar uy yoki ish joyidan chiqmasdan notarial xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Masofadan turib notarial harakatlarni amalga oshirish jarayoni maxsus qabul qilingan masofadan turib notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma asosida bajariladi. Shuningdek, murojaatchilar e-notarius.uz axborot portali orqali respublikaning istalgan notariusiga onlayn tarzda murojaat qilish imkoniyatiga ega. Adliya vazirligi tomonidan tashkil etilgan e-notarius.uz portali ishga tushdi. Unga asosan fuqarolarimiz o'ziga maqbul bo'lgan, o'ziga yaqin bo'lgan notarius tanlash imkoniyatiga ega. Ushbu raqamlashtirish natijasida ayrim notarial harakatlar masofadan turib, ya'ni videokonferensiya aloqa yordamida notarial harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlari yaratildi. Chet eldagi notariuslarda navbatga turishi yoki chet tilini mukammal bilmasligi oqibatida o'zini fikrlarini bayon etolmaydi to'la-to'kis. Shunga buni afzallik ham qulaylik tarafi bu vaqt tejalishi e-notarius.uz portali orqali to'g'ridan-to'g'ri notariusga murojaat qilishi qulaylik yaratadi. Masofadan turib notarial harakat amalga oshirish imkoniyatlari kengayapti. Fuqarolarimiz ko'proq shu notarial harakatlardan foydalanyapti. Ushbu tizim O'zbekistonda zamonaviy va innovatsion huquqiy muhitni shakllantirish hamda aholi uchun qulayliklar yaratish imkonini bermoqda. Endilikda aholining istalgan nuqtadan hujjatlarni tasdiqlash imkoniyati mavjud bo'lib, bu ayniqsa chekka hududlarda yashovchi fuqarolar uchun juda katta imkoniyat yaratdi. Masofaviy xizmatdan foydalanish jarayonida murojaatchilar e-notarius.uz portali orqali ro'yxatdan o'tib, kerakli hujjatlarni elektron shaklda yuboradilar. Shundan so'ng tanlangan notarius bilan videokonferensiya orqali muloqot qilinadi va barcha zaruriy huquqiy proseduralar masofadan turib amalga oshiriladi. Bu tizimning joriy etilishi tadbirkorlik faoliyatini ham yengillashtirdi. Endilikda tadbirkorlar o'z tadbirkorligini yuritish jarayonida hujjatlarni notarial tasdiqlash uchun ortiqcha vaqtdan va qog'ozbozlikdan xalos bo'lib, onlayn tarzda xizmatlardan foydalanish imkoniga ega bo'lishmoqda.